Xo'p, bu bemorimizda bir hafta oldin septoplastika, turbina plastika va ikkala gaymer bo'shliqlari ochilgan. Bu bolamizda ikkita taraflama fontanellalari bor edi. Fontanellalarini birlashtirdik. Gaymer bo'shliqlarini ochib qo'ydik hammasini. Hop, to'siqlarni tep-tekis mana. Gaymer bo'shlig'i ochib turibdi. Tomonlari ko'rinib turibdi. Burun to'siqlari tekis holatga keldi. Burundan nafas qanaqa? Nafas olib ko'rchi, chuqur nafas olgan. Yaxshi. Yaxshimi? Oldingiga nisbatan o'zgarish bormi? Yurakga yana burun bitishi bor edi. Bir kundan ichida operatsiya qilishdi. Hozir juda yaxshi. Nafas olishlar juda zo'r.